Sizlar ham o'g'richi faqat aylantirish uchun ozishni ishlatadi deb o'ylaysizlarmi? Biz esa obrazdan qiziqarli o'yin yasaymiz. Bizga kerak bo'ladi rangli koptokchalar, muzqaymoq cho'pchalari va quloq tozalagichlar. Ushbu o'yin orqali farzandingizda mayda motorik rivojlanadi va koordinatsiya olish yaxshilanadi. O'yin davomida farzandingizni o'ng qo'lida cho'pcha va chap qo'lida quloq tozalagich berib, ikki qo'lida ham ishlatishingiz mumkin. Bu orqali farzandingizda kimyo yarim sharini ham rivojlantirsangiz bo'ladi. O'yin tugagandan so'ng farzandingizga skoch ustidagi narsalarni o'ziga yig'tirsangiz ham bu ham bitta vazifa hisoblanadi. O'ng qo'liga koptok, chap qo'liga cho'pni ol deb buyruq berasiz va farzandingizda bu orqali buyruqni bajarish ham rivojlanadi.